Afsuski, hozirgi kungacha ko'pgina tug'ruqdan keyingi ayollarimizni chilla davrida qat'iy diyeta talab qilishadi va qat'iy diyetaga o'tkazib qo'yishadi. Bu tug'ruqdan keyin ayollar yeyishi kerak bo'lmagan mahsulotlarni cheklab aytishadi. Buni hatto pediatrlarimiz ham maslahat berishadi. Ammo bu Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan hech qanday ilmiy isbotini topmagan ma'lumot hisoblanadi. Va chet elda ham tug'ruqdan keyin ayollar o'zi xohlagan ovqatini xohlagan miqdorda yeyishi tavsiya qilinadi. Bu hech qanaqa cheklovlarsiz. Chunki tug'ruqdan keyingi davrda qat'iy dieta qilish bu homiladorlikdan keyingi, tug'ruqdan keyingi ayollarimizni o'zini tiklashni kechiktiradi. Homila uchun, bola uchun zarur bo'lgan vitaminlarni olishni kamaytiradi va natijasida tug'ruqdan keyingi depressiya battar kuchayadi. Shu sababli, hurmatli opa-singillar, agarda sizning bolangizda hech qanaqa qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, o'zingiz xohlagan ovqatni bemalol katta-katta to'yib iste'mol qilishingiz mumkin. Sizning tug'ruqdan keyingi chilla davringiz qanday o'tgan? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni esa yangi tuqqan tanishilarga yuborib qo'ying.